Lyubojasiga Discord'imda olgan. O'sha asbobchani rasmini qo'yib qo'ygan Discord'imga. I Telegram kanalimda shu pul-mul talab qilgan. Men u payt ko'rganim ham yo'q, ishonasizlarmi? Men xayolim faqat tezroq kompyuterda qaytarish edi, keyin o'sha boshqa narsalar. Keyin o'sha bolalar menga video tashlayapti, keyin ko'rib chiqyapman. Nima bo'ldi? Telegram kanalimda nimalar bo'ldi? Keyin o'sha bo'pti dedim. Xullas o'sha kun ertasi kuni keyin apellyatsiya tashladik. Men Zedoni Bekxani, chunki men aytayapman, absolyut o'chib qolganman, nima qilishni bilmayman. Shu Zedoni va Bekxaniga rahmat, o'sha boshida ki polnosti men qilishim kerak bo'lgan narsalarni ular o'zlari qildi. Muhammad Azim, assalomu alaykum Ulug'bek, yaxshimisiz? Joyingizga omad. To'xtaman, hozir kallam ishlamaydi. Tirs qilyapti. Tashladik apellyatsiya kanalda o'zidan. Bir 5 kun kutdim SMS kelishini. Даже 5 kun emas, 1 hafta kutdim. Jimalimga SMS kelmayapti. Kanalimni o'ziga kirib qarasam, apellyatsiya отказ kelgan. O'y bil, yana ayam tanishlarga ovozlari eshityaptimi yo'qmi bilmadim. Keyin dumga tushdim, tanishlarimni chaqirdim, biladigan ularda ham qo'ldan kelmadi. Bitta obunachim yozib qoldi. Aka dedi, "Mana shu Oripovni kanalini qaytarib bergan bola ham bor" dedi. Men aytdim, "Men qaysi yuz bilan hozir" dedim, "ikkalamizni o'rtamizda nizo bor-ku, bo'lgan. Endi men hozir unaqa deb o'ylamman. Qaysi yuz bilan men unga yozaman Shahbozga. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Bet kerak deyapman bu narsaga. Agar mabodo unda bo'lib qolganda, menikini qaytarib berganda, u ham menga mana shu uyalish tariqasida yoza olmasdi deyapman-da. Keyin yo'q, o'sha Qobiljon degan masterdagi obunachim o'zi aka bo'lmayapti, sizga Telegramda gaplashtiraman dedi. O'sha Oripovni ukasi bilan gaplashdim, Nurbek aka bilan. Telegramda polnosti o'sha nima bo'ldi, nima polnosti gaplashib oldim. Men Shahboz o'zi bilan gaplashmoqchi edim. Bilmadim, bu kirmadi nimagadir. Keyin ukasi keldi, o'sha Nurbek aka bilan polni absolyut qildik, birimizni tushundik. O'sha Nurbek akaga kattakon rahmat, Shahbozga ham rahmat aytib qolaman. Unga aytayapmanki, agar ular bo'lmaganda men kanalimni qaytara olmasdim. Mana shu Nurbek aka yozdi, bir sutkadan keyin javob keldi. O'shada seni kanaling haqiqatan haki bo'pti, chunki odam tekshirdi. Men o'zim tashlayotganim tanishlarim bilan bot tekshirayotgandim. Da cho'tki bo'ldi, bu yoqqa ozgina kutsang, xavfsizligini ta'minlasang, uni nima kamera tez bordi. Qo'limni qamlatib mana bu bo'lyapti-da bu. Ishlab ketyapti. Orqa yorug'ku shuni hisobiga olmayapti-da. Bipt. O'zi o'g'irlanib qolar. Xullas o'sha Nurbek keldi, o'sha Nurbek polni podдержка qildi. 9-yanvar kuni kanalimiz qaytdi. 24-dekabrda kanal buzilgandi. 9-yanvar kuni qaytdi kechki payt. 3 kun kutdim o'sha Nurbek bilan gaplashib, chunki proverka bo'layotgandi kanal. Men hali tugamabdi o'yladim. SMS keladi, biz yakunladik deb, hali ham proverka bo'lyapti. Bugun ham soat 11 da narsalarni to'g'irlayapti. Ana o'qisam bo'ladi ekan. Hammaga salom. Shummi? O, Anvar, darov, bratan. Mana shu Anvar meni qo'shnim bo'ladi. O'sha kompyuterim polni Windows'ni qilib bergan. Shummi generator. Да, нравится это, да? Модерку. Стандартный. Keyin o'sha Nurbek aytdi, "Bo'ldi aka, bosavering, ijodni o'ring, sal aktiv tushishi mumkin" dedi. Qanchada video joylamayapsiz, plus kanalingiz anondan keyin qaytdi dedi. Assalomu alaykum, qalaysiz? Men Xolbekman. Xolbek, ukajonim. Sog'lig'ing yaxshimi? Tinchmisan? Assalomu alaykum akam, qalaysiz? Men Xolbekman. Tandim. Endi shunday bo'ldi-da, radnoylar. Muhimi qaytdi. O'sha yerda menda Oripovga bo'lgan fikrim ancha o'zgardi. Men Nurbekka ham aytdim, agar qanaqadir o'yin birga o'ynash kerak bo'lsa, sherik chiqmasa, chunki bizda sherik yo'q hali ikkalamizda aslida. O'ynaymiz birga. Lyuboy aytsin yoki nimadir kerak bo'lsa uyalmasin, men shetdaman, bo'ldi, men unga bo'lgan fikrim o'zgardi dedim. Ko'pchilik aytibsa, Oripov bilan o'ynang. Farqi yo'q, aytib, agar yozsa, kontent qilaveramiz. Keyin qaranglar. Telegram kanalim nimani yo'qotdim deganim, Telegram kanalimda shu dadam rahmatlini golusi bor edi. Men o'qishda bitirgan paytim, chapkalar kiyamiz-ku biz 4-kursligimizda o'sha videolarni tashlaganimda